avvalgi paytda insoniyat ongi birinchi, ikkinchi chakrada bo'lganda unga borliq tomonidan yashash uchun har doim beriladigan kuch, energiya bu u tirik qolishi uchun berilgandi. Ya'ni yerda yashab qolishi uchun. Ocharchilikdan, ma'lum bir tabiiy ofatlardan, ma'lum bir o'sha urushda yashay olish, shunaqangi davrda yashay olish uchun kuch berilgandi. Va uchinchi o'lchamda esa endi inson moddiyatini rivojlantirish, moddiy olamga ko'proq hissa qo'shish uchun kibr asosida bo'lsa ham bu uchun energiya berilganda, ya'ni insonlar endi bu asosda harakat qilardi. Hozirgi yer ongi chastotalarida esa endi energiya faqat sizni asl hislaringiz orqaligina harakat qilish uchun berilyapti. Aytishingiz mumkin, u qanaqa bo'ladi asl his? Buni hammasini siz izlanish yo'lida bo'lsangiz, bu hislarni his qilasiz. Siz har biringiz ma'lum bir ong qavatlariga egasiz. Bu karmik qavatlar, aynan bugun ishlaydigan keraksizlik hissi ham aynan mana shu karma qavatlaridan biri bo'ladi. Siz ongingiz bu chastotadan, o'sha pastki o'lcham chastotasidan chiqqan paytida siz ulanasiz asl hislaringizga. Asta-sekin bu uyg'onishni boshlaydi. O'zingiz ko'rasiz, o'zingiz his qilasiz.